Reddit platformasida chet elliklar Husanov haqida nimalar deyishyapti? Biz sizga hozir Reddit foydalanuvchilarining sharhlarini o'zbek tilida keltiramiz. Sharhlarni ketma-ket o'qib ketaman. Sharhni yozgan mualliflarni aytib o'tayotmadim, uzr lekin. Husanov bizning eng katta faxrimiz. Premier Ligada o'ynayotgani tarixiy voqea. Juda yosh, lekin o'yini katta tajribadek. Manchester Cityga mos himoyachi. Kelajagi juda yorqin ko'rinadi. Chelsea o'yinidagi xato normal holat. Xatodan keyin kuchli qaytdi. Ingliz muxlislari ham uni tan olmoqda. U tezlikda juda yaxshi. Birga bir vaziyatlarda ishonchli. Pas berishi ham kuchli. Guardiola ishonch bildirgani bekorga emas. O'zbek futboli uchun katta reklama. Husanov yangi avlod ramzi. Har o'yinda osish ko'rinib turibdi. Bosim ostida ham qo'rqmay o'ynaydi. Agressiv himoyachi, bu yaxshi. Tajriba yeksa, top darajaga chiqadi. Stadionda uni olqishlashmoqda. Muxlislar uni sevib qolishdi. Uning transferi katta shov-shuv bo'ldi. 40 millionlik futbolchi sifatida o'zini ko'rsatmoqda. Yosh bo'lsa ham mas'uliyatni his qiladi. Xatolar tabiiy, muhimi rivojlanish. U juda mehnatkash ko'rinadi. Har mashg'ulotda osish bor. Himoyada tez qaror qabul qiladi. Topni olib qo'yishda kuchli. Fizik jihatdan ham kuchaygan. City tizimiga tez moslashdi. Ingliz tili muammo bo'lsa ham maydonda gapiradi. Kelajakda kapitan bo'lishi mumkin. O'zbek yoshlariga motivatsiya. Osiyodan chiqqan kuchli himoyachi. Statistikasi asta-sekin yaxshilanmoqda. Unga vaqt berish kerak. Pep unga ishonmoqda. Rotatsiyada ham o'z o'rnini topdi. Juda intizomli futbolchi. Pressingda faol ishtirok etadi. U tezkor qarshi hujumlarni to'xtata oladi. Havodagi kurashlarda kuchli. Ba'zi o'yinlarda juda ishonchli. Yoshiga qaraganda yetuk o'yin ko'rsatadi. Tanqidlar bo'ldi, lekin javob berdi. U ruhiy jihatdan mustahkam. Har xatodan saboq oladi. O'z ustida ishlashda davom etmoqda. City muxlislari uni qo'llab-quvvatlamoqda. O'zbekiston futboli tarixida yangi sahifa. Transfer summasi o'zini oqlashi mumkin. U Premier Ligada o'ynayotgan yagona o'zbek. Bu katta mas'uliyat. Bosimni yaxshi boshqaryapti. U tezkor va agressiv. Himoyada pozitsiyani yaxshi tanlaydi. Unga ishonch ortib bormoqda. O'yinlari tobora barqarorlashmoqda. Har o'yinda tajriba to'plamoqda. Kelajak yulduzi deb atashmoqda. Ba'zilar uni kamsitdi, lekin u javob berdi. Tanqid uni kuchaytirdi. U jamoaga tez integratsiya bo'ldi. Taktik jihatdan aqlli ko'rinadi. Yaqin 2-3 yilda yanada kuchayadi. City tizimiga mos himoyachi. U katta bosqichga chiqdi. O'zbek futbolchilari uchun yo'l ochdi. Har o'yinda progress sezilmoqda. U o'z imkoniyatini to'liq ishlatmoqda. Stadionda uning nomi aytilmoqda. Muxlislar qo'shiq ham yaratgan. Yosh bo'lsa ham qo'rqmasdan o'ynaydi. U raqib hujumchilarini yaxshi nazorat qiladi. O'yinni yaxshi o'qiydi. Reaksiyasi tez. Murabbiylar uni maqtamoqda. U hali eng yuqori darajaga chiqmagan. Potensiyali juda katta. Kuchli ligada tajriba orttiryapti. Har mashqda jiddiy ishlaydi. Professional mentalitetga ega. Xatolardan qochmaydi, lekin qo'rqmaydi. Kelajakda super yulduz bo'lishi mumkin. O'zbekiston uchun tarixiy transfer. Uning o'sishi kuzatib borilmoqda. Ba'zi o'yinlarda eng yaxshi bo'lgan. U himoyada ishonchli variant. Yana tajriba kerak. Lekin boshlanishi juda kuchli. Ingliz muxlislari ham uni hurmat qilmoqda. U tez moslashdi. Juda tezkor qarorlar qabul qiladi. Yoshlarga namuna. U professional futbolchi sifatida o'smoqda. Har o'yinda yaxshiroq ko'rinadi. Tanqidlar uni to'xtata olmadi. U mehnat orqali oldinga ketmoqda. O'zbekiston futbolining yangi yulduzi.